Salom aziz bolajonlar. Bugun biz osmondagi eng yorqin do'stimiz Quyoshga sayohat qilamiz. Keling, fazoviy kema eshiklarini ochaylik. Hamma kemaga chiqsin. Kamarlarni bog'laymiz va uchamiz. Quyosh, hayot nuri, eng yaqin yulduzimiz. To'g'ri, Quyosh bu oddiy nur emas, u haqiqiy yulduz. U bizdan 150 million kilometr uzoqlikda joylashgan. Ammo shunchalik kuchli nur taratadiki, biz uni osmonda katta bir doira sifatida ko'ramiz. U boshqa yulduzlar kabi juda uzoqda emas. U bizning yaqin do'stimiz. Quyosh yerga yorug'lik, issiqlik va takrorlanmas hayot hadya etadi. Yashil daraxtlar, rang-barang gullar, issiq yoz kunlari, bularning barchasi Quyosh tufayli mavjud. Quyosh qanday tuzilgan? Quyosh gazlardan iborat, asosan vodorod va geliy. Ular bir-biri bilan to'qnashadi, portlaydi va ulkan energiya ajratadi. Ana shu energiya yorug'lik va issiqlik bo'lib atrofga taraladi. Quyoshning markazida, ya'ni uni yuragida harorat 15 million darajagacha yetadi. Yuzasida esa Celsius shkalasi bo'yicha 5500 daraja. Bu haroratda hatto temir ham bug'lanadi. Quyoshsiz hayot qanday bo'lar edi? Bir lahzaga hayotimizni quyoshsiz tasavvur qilib ko'raylik. Ushbu holatda yer yuzida abadiy qorong'ulik, hayotning to'xtab qolishi, o'ta sovuq harorat hukmronlik qiladi. Tabiiyki, bu sharoitda daraxtlar o'smaydi va tirik mavjudot omon qolmaydi. Shuning uchun Quyosh biz uchun faqat yorituvchi emas, balki hayotning yuragi hisoblanadi. Biz yashayotgan Quyosh tizimining markazida ulkan yulduz joylashgan. Atrofida esa 8 ta sayyora raqs tushayotgandek aylanadi. Bular Merkuriy, Venera, Yer, Mars, Yupiter, Saturn, Uran, Neptun. Ularning har biri Quyoshdan o'z masofasida aylanadi. Har bir sayyora har xil tezlikda harakatlanadi. Eng yaqini Merkuriy, eng uzoqdagisi Neptun. Quyosh ularni o'ziga tortib, o'z atrofida harakatlanishga majbur qiladi. Go'yoki barcha sayyoralar atrofdan turib Quyoshni tomosha qilayotgandek. Quyoshning o'lchami biz tasavvur qilgandan juda katta. Quyoshning diametri 1.392.000 kilometrga teng. U Yerning diametriga qaraganda 109 baravarga katta. Bir dona Quyoshning ichiga 1 milliondan ortiq yer sig'adi. Quyosh shunchalik kattaki, uning oldida siz, biz va hattoki Yer sayyorasi ham kichkina nuqtadek. Ammo Quyosh barchamizga birdek nur sochib turadi. Keling, sizlarga Quyosh qanday yaralganligini aytib bersam. Quyosh 4.6 milliard yil oldin gaz va changlardan hosil bo'lgan. Hozir u o'rta yoshdagi yulduz hisoblanadi. Yana 5 milliard yil yashab, keyin ulkan qizil gigantga aylanadi. Shundan so'ng sekin-asta kichrayib, oq mitti yulduz bo'lib qoladi. Xavotir olmang, bu juda uzoq kelajakda sodir bo'ladi. Biz undan oldin juda ko'p bilimlarni o'rganamiz. Fazoga sayohat qilamiz va yangi yulduzlarni kashf etamiz. Quyoshdan Yerga nur yetib kelishi uchun 8 daqiqa 20 soniya vaqt ketadi. Quyoshning ustida katta qora dog'lar bo'lib, u joylarda harorat biroz pastroq. Quyoshda doim kuchli portlashlar bo'ladi. Ular ba'zida Yerga elektromagnit to'lqinlar yuboradi. Quyoshdan har bir soniyada 600 million tonna vodorod yoqilib, energiyaga aylanadi. Xulosa qilib aytganda, Quyosh bu oddiy yulduz emas. U bizning tirikligimizning yuragi.
undan yorug'lik, issiqlik, energiya keladi. U o'zining ulkan kuchi bilan barcha sayyoralarni birga ushlab turadi. Bugungi quyosh sayohatimiz shunday nurli yakun topdi. Endi esa kichik fazogirlar quyoshga bir bora jilmayib qo'yaylik va yuragimizda iliqlik olib yerga qaytaylik. Quyosh yana ertalab bizni uyg'otadi. Issiqlik bilan quchoqlaydi. To'g'rimi? Kelasi galgacha yulduzlar oralab uchib yuruvchi kichik qahramonlar. Doim nur sochib turing va ilm sari parvoz qilavering.